10-nji ayning 30-nji güni 2019. İşe qandım mana. Avtobusun kilovatı mana. Hazır 7:20 bo'ldi degan soat. O'sha bir o'rtog'ancha kitob ko'rib metro bekatida hozir avtobusdan tushdim 25 minutda keldim mana metroga. Men chiqadigan metro ichki bekatdan keyin xizmat o'rnimga boraman. Bir do'qmish mansam shuni xizmat o'rnimga. Thank you. Biraz saatlik oldu mana ishlayaptim. Bugungi hozir o'shga olay dedi. Xizmat o'rnimga jimga kelib chiniqishni boshlamoqchi hozir. Bu yerda bir dars var. Chiniqish darsi, kollektiv darsi. Shuni qatnashaman-da. Let's go back. Using your hamstrings to lift. Good. Alright, new move. Single dead row. Go. Knees, belly, knees, rise, knees. Ready? Ahırı chiniqishdan o'tgan bo'ldi. Bugungi chiniqish tugadi. Mana bu xizmat o'rnimdagi tushlik tamoqim. Tushlik tamoqim. Atigan o'yinni olib olgan degandek. Ishxonada o'tirib, hozir birdan piyoda Mong'olga chiqdim. Mana men ishlaydigan yerimdan just faqat bir do'qmishdan yiroqlikdagi joy. Va shundoq yaxshi bo'lgan yoz kelay deb qolgan temperatura hozir 18 Celsius gradus atrofida 65 Fahrenheit. Hozir aylanib yandagi bir ko'chadan chiqib boraman. Ma qurilish xili qiziqarli ekan to'q. Mana ketdim degan gap. Bugungi chiniqish lekin qizib qo'ydi. Voy. Bugun yillar pisida mana ishdan baldu yandım. Men ishdan yanadigan mana yo'lda edemni unutayım yok. Bugün 2020 yılı 1. ayının 1. günü 13 Celsius 14 Celsius gradus. Şuna qilib men bugün yeni yılning 1. gününe Tününkü yeni yıllık faaliyetten keyin hozir boshlab ketdim. Gerçi bugün dam olsammi bo'ladigan kun yangi xizmat o'rnimga berib ozroq ishlay deb
their Oylab family şun of hazır origin. maşinayı da And tutup ben suddenly, hizmet ornumga. this grown-up person Xizmat qilish bilan, ishlash bilan yilimni, yangi yilning birinchi kunini boshlab ketadigan bo'ldim. Mana bu Washington Memorial, Washington Xotira Munari, African American Museum, Afrikalık, Afrika Amerikalıklar muzeyi. Again. Bugün 2020 yılı 1 ayının 4. günü özüm bir qolluk şu lagmanning qo'rimsini qo'raydab mana yağ shunda yaxshi qizibyotdi hozir. Endi mana go'shtga bir tuxumning iqini mana Wow. bu go'shtga bir tuxumning iqini ama qizim oxirgi kispardi. Ondan yana boshqa tuz qatorli ketishlarni qo'yib tayyorlab oldim. Hozir go'shtni avval jiddiy o'tda bir qovurib olgandan keyin buni bir 4-5 minut atrofida qovurib olgandan keyin suzib kelinitib yangi may bilan qolgan ko'katlarni qovurib ana go'shtni silib tuz ta'mini tepib almoqchi. Tatlı kızım. Hazır tamak itotim. Mana lagmanning qo'rimsimi qo'rilib bo'ldi mana. Bunda qilib lagma yeymiz endi. Mana lagman. Men o'zim bir qo'lliq etken ama elbette ma çöpünü lagmanning çöpünü ayolim etkende qo'rimini demekçi. Hazır Qutat Qubilik Uyg'ur tili ve İngiliz tilidagi tercüme yani silishtirma şeklinde ikki tillik silishtirma mazmunini birinci babning ikki tildagi silishtirma mazmunini so'zlamoqchi. Ben 1 ayning 5 kuni 2020 yili ayki yog' kelib balaga lozimliq uyga lozimliq narsalarni oldik qancha-muncha. Ha qizim. Ha? O'rdan. IKEA'da hozir balaga oldigan bir üstel o'rindiq lazım bo'lib qoldi. Shuni og'ili IKEA'dan olgan üstel o'rindiq kichik balalarning gilam resim ramkasi degandek. Mana anlasam balalarımga IKEA'nın marujnisini aldım. Bu IKEA'dan yenip Halalko degan bir do'konga kirsam, u yerda men pochaqlar uchrab qoldi. Bundaq pochaqlarni sotilganligini bilmaydi ekanman. Shuni uni ilib, buni shu utlab tayyor qilib qo'ygan pochaqqa. Bugün 1 ayının 5. günü 2020 yılı yakshanba. Men aldığımız gibi bir hafta tushlik tamaqimni tayyorlab olmasam bo'lmaydi. Shuning hozir şu to'xuning pokini da
Nima deydik mi? Peanut İngilizce. Peanut bilan shu to'xini aralashtirib shu cho'ng bo'lsa gumboji degan deydi ekan ana shuni qo'rmoqchi. Shu. Peki. Mana bu yerda hammasini qarasak cooking olive oil deydi. Cooking oil. Olive oil degan. Mana bu yerda mayla bucket. Mana. Please remember to take your receipt.